To qiyomat vatan bizga omonatdir, omonatdir. Unga xiyonat qiyomatdir, qiyomatdir, qiyomatdir. Yozuvchi Javlon Jovliyevning Qo'rqma romanida aynan shu g'oya ilgari suriladi. Asarda 100 yil ilgargi tariximiz va bugunimiz misolida millat fojiasi keng yoritib berilgan. 1922-yilda Ko'mak tashkiloti tomonidan Abduvahhab Murodiy boshchiligida 70 nafar talaba Olmoniyaga o'qishga yuboriladi. Ana shular ichida bir talaba xoinlik qilib, sheriklarini qizillarga sotadi. Ana shu talaba bosh qahramonning katta bobosi hisoblanadi. Bosh qahramonning asosiy maqsadi 70voylarni topish va ular 100 yil ilgari boshlagan ishni davom ettirish. Ya'ni millatni uyg'otish, millatni yuksaltirish, millat uchun qayg'uradigan yoshlarni tarbiyalashdan iborat. Asarda Xayriniso, Ahmad Shukri, Abduvahhab Murodiy kabi o'tgan asrning millatparvar talabalariga qarama-qarshi sifatida bugungi kunning Jamila, Shirinbek, Asal kabi kazolarning ayshu ishratdan o'zgasini bilmaydigan erka farzandlari qo'yiladi. Asarda 70voylar timsolida milliy istiqlol kurashchilarining fojialari yoritilgan bo'lsa, bosh qahramonning ota-onasi taqdiri misolida esa paxta ishi, o'zbek ishi kabi voqealar keng yoritilgan. Yoki bosh qahramonning bugungi hayoti hamda o'rtoqlari qistaka, telefonchi, qoravoy obrazlarida esa bugungi yoshlarning illatlari va muammolari yoritilgan. Xususan ota-onasini, butun dunyoni unutib, telefon asirasiga aylangan telefonchi obrazi. Xususan ayni gullagan, o'qiydigan, ishlaydigan davrini telefon to'riga o'ralib o'tkazayotgan yoshlar ham borligi ayni haqiqat. Asar bugungi yoshlarni uyg'onishga va yana uyg'onishga chorlaydi. Aziz yoshlar, qadrli tengdoshlar, ushbu asarni o'qib, o'zingizga kerakli xulosani chiqarishingizni tilakdoshiman. Hurmat-ehtirom ila Shahzod Shams.